Barchaga assalomu alaykum. Agar siz ushbu videoni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, demak siz motion dizayn va video montaj sohasida haqiqiy mutaxassis bo'lish yo'lida qat'iyat bilan harakat qilyapsiz. Bugun biz ushbu sohada ko'pchilik duch kelayotgan va ularning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy kamchiliklarni tahlil qilamiz. Bu muammolarni chuqur tushunmasdan professional darajaga chiqish deyarli imkonsiz. E'tibor bilan tomosha qiling. Demak, boshladik. Avvalo tanishib olaylik. Mening ismim Hasan. Hozirda Apple Academy o'quv markazida motion dizayn va video montaj sohasi bo'yicha mentorlik qilaman. Men hozir shu sohadagi tajribam asosida sizlarga foydali va manfaatli ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Davom etadigan bo'lsak, motion dizayn va video montaj o'zi nima degan savolga qisqacha javob bersak. Motion dizayn va video montaj bu shunchaki video yasash jarayoni emas. Bu ijodiy yondashuv bilan texnik bilimlarni birlashtirishni talab qiladigan murakkab va shu bilan birgalikda ayni paytda juda katta imkoniyatlarga ega bo'lgan sohadir. Bu yo'nalish juda tez rivojlanmoqda. Har kuni yangi texnologiyalar, yangi texnikalar, yangi usullar paydo bo'lmoqda. Yangi talablar paydo bo'lyapti. Aynan shuning uchun biz bu sohadan o'rganishdan, izlanishdan to'xtamasligimiz lozim. Shu sababli ushbu sohani o'rganmoqchi bo'lganlar va ushbu sohaga endi qadam bosib kirgan insonlar, nafaqat yangilar, balki ushbu sohada ko'p yillardan beri faoliyat olib kelayotgan insonlarni qiynab kelayotgan asosiy qiyinchiliklarni bilib olishimiz va ularga amaliy yechim berishimiz lozim. Va shuning uchun biz bugun sizlar bilan ushbu mavzuda suhbatlashamiz. Dastavval asosiy qiyinchiliklar o'zi nimada? Shu haqida gaplashib olsak. Asosiy qiyinchiliklar deyarli hammada bir xil. Kimdir qayerdan boshlashni bilmaydi. Kimdir kerakli dasturlar orasida adashadi. Ya'ni qaysi dasturni o'rgansam ekan? Bir dasturni yaxshi o'rganmaydi-da, boshqa dasturga o'rganishga harakat qiladi. Va u dasturni ham to'liq o'rganmasdan 3-dasturni o'rganishga harakat qiladi. Natijada 3ta dastur ham chala, bitta dasturda ham professional darajada ishlash ko'nikmasi paydo bo'lmaydi. Boshqalar dasturni ham, texnikalarni ham yaxshi biladi, lekin g'oyasini vizual shaklga olib chiqishda qiynaladi. Ko'pchilikda sifatli portfolio yo'q, o'ziga ishonch yetishmaydi yoki juda tez natija kutib, yo'lda motivatsiyasini yo'qotib qo'yadi. Ya'ni bu soha menga emas ekan, bu soha men uchun emas ekan degan noto'g'ri tushunchalarni o'zida paydo qila boshlaydi. Endi shu kunda bu ro'yxatga yana bir muhim omil qo'shildi. Bu barchamizga sir bo'lmagan sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt texnologiyalari hozirda montaj va dizayn jarayonlariga chuqur kirib keldi. Kimdir uni imkoniyat deb ko'ryapti, kimdir esa uni xavf deb bilyapti. Ko'pchilik undan, ya'ni sun'iy intellektdan qanday foydalanishni haligacha bilmaydi va natijada bu sohada ortda qolish ehtimoli ortib bormoqda. Shu sababli biz bugun ushbu muammolarga yechim berish va bu muammolardan qanday qutulish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni o'zlashtiramiz. Shu sababdan men ushbu qiyinchiliklarga yechim berish maqsadida bugungi video razborni tayyorladim. Bugungi videomizda biz nimalar haqida gaplashamiz? Shular to'g'risida batafsil to'xtalib o'tsak. Birinchi navbatda biz eng keng tarqalgan xatolar bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Ya'ni kimdir qayerdan boshlashni bilmasligi, dasturlar orasida adashishi, texnika va ijodni uyg'unlashtira olmasligi kabi muammolarga duch kelayotgan bo'lsa, ushbu video razborimizda sizlar bilan ushbu masala haqida gaplashib to'xtalib o'tamiz. Ikkinchidan, portfolio masalasi. Sifatli portfolioni qanday tuzish kerak? Qanday ishlarni kiritish lozim va qanday ishlarni portfolioga kiritmasligimiz kerak? Shu haqida to'xtalamiz va hatto hali real mijoz bo'lmasa ham o'zingizni qanday tutishingiz kerakligi to'g'risida bugungi video razborimizda gaplashib o'tamiz. Uchinchidan, mijoz topish yo'llari. Sizni qayerda kuchayapti? Ishni qanday qilib o'zingizga jalb qilasiz va boshlang'ich bosqichda qanday strategiyalar ishlaydi? Shu to'g'risida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Va albatta bu eng muhimi hisoblangan jihatlardan biri mijoz bilan muloqot. Professional yondashuv, brief olish, narx belgilash, deadline bilan ishlash va eng asosiysi ishonchli aloqani qanday o'rnatish kerakligi haqida gaplashamiz. 5-dan, freelancer kim? U nima va qanday ishlaydi? Erkin mutaxassis bo'lish uchun qanday platformalar mavjud?
qanday yondashuv kerak, vaqtni boshqarish va mustaqil ishlash madaniyati haqida bugun sizlar bilan alohida to'xtalib o'tamiz. 6-dan sun'iy intellektning roli, ya'ni motion design va video montaj sohasida sun'iy intellektning roli qay daraja, shu to'g'risida ham alohida to'xtalib o'tamiz. Sun'iy intellekt bu sohalarda qanday yordam beradi? Undan qanday samarali foydalanish mumkin va undan ortda qolmaslik uchun nimalarga tayyor bo'lish kerak? Shu bo'yicha ham sizlar bilan alohida to'xtalib ma'lumotlar almashamiz. Va 7-dan rivojlanish uchun zarur bo'lgan yondashuvlar va odatlar. Texnikani o'rganish yetarli emas. Ya'ni biz faqat dasturni o'rganish orqali natijaga 100% erishishimiz qiyin. Muvaffaqiyatli mutaxassis bo'lish uchun qanday fikrlash, qanaqa intizomga amal qilish va o'z ustida tinimsiz ishlash jarayonini qanday tashkil qilish kerak. Aynan shu haqida ham to'xtalamiz, sizlarga foydali ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu mavzularni ko'rib chiqqaningizdan so'ng sizlarda qanday bilimlar paydo bo'ladi? Shular haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Birinchidan, motion design va video montaj yo'nalishida eng ko'p uchraydigan muammolarni aniq bilib olasiz. Ularni qanday bartaraf etish mumkinligi haqida amaliy yondashuvlarga ega bo'lasiz. Keyingisi esa kuchli va professional ko'rinishga ega portfolio yaratish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida bilib olasiz. Ya'ni o'zimizni portfoliomizni qanaqa shakllantirishimiz kerak? Shu bo'yicha savollarga javobingizni olishingiz mumkin. Keyingisi mijoz topish, ularga o'zingizni qanday taqdim etish va ular bilan professional darajada muloqot qilish bo'yicha aniq tushunchaga ega bo'lasiz. Ya'ni mijoz bilan muomala madaniyatini sizlar bilan birga o'rganamiz. Keyingisi freelancer sifatida qanday ishlash, o'z xizmatlaringizni qanday bozorda taklif qilish va vaqtni qanday boshqarish kerakligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Va eng asosiysi sun'iy intellekt texnologiyalaridan qanday foydalanish kerakligi. U sizga raqobatchi emas, balki kuchli yordamchi bo'lishi mumkinligini anglab yetasiz. Shunday qilib siz motion design va video montaj sohasida nafaqat o'z yo'lingizni aniqlaysiz, balki bu yo'lda qanday to'g'ri harakat qilish kerakligi haqida amaliy bilimlarga ega bo'lasiz. Endi sizlar bilan biz bugungi video razborimizning asosiy qismi, ya'ni yuqorida sanab o'tilgan muammolarga qanday qilib amaliy yechimlar beramiz, shu haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda biz eng keng tarqalgan xatolar to'g'risida sizlarga batafsil ma'lumotlar beramiz. Eng birinchi va eng ko'p uchraydigan muammo bu qayerdan boshlashni bilmaslik. Ko'pchilik insonlar bu sohaga kirishni juda ham xohlashadi, lekin qaysi yo'nalishni tanlash kerakligini, qanday tartibda o'rganishni, nimadan boshlanish to'g'ri bo'lishini bilmaydi. Bu esa chalkashish, vaqt yo'qotish va oxir-oqibat motivatsiyaning so'nishiga olib keladi. Keyingi keng tarqalgan xatolardan biri bu dasturlar orasida adashish. Bu nima degani? Bu degani shuki, siz bir vaqtning o'zida 2-3 ta dasturni o'rganishingizga harakat qilish degani. Ya'ni bir dasturda mukammal ishlashni o'rganmasdan boshqa dasturga sakrab o'tib ketish degani. Bu juda katta xatolardan biri va bunday xatolarni biz qilmasligimiz faqat o'zimiz uchun va rivojlanishda ortda qolmasligimiz uchun yordam beradi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, ushbu sohada qaysi dasturlardan ko'proq foydalanamiz. Shu bo'yicha ham qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu sohada biz After Effects, Premiere Pro, Blender, Cinema 4D kabi dasturlardan keng foydalanamiz. Bu sohada yangi boshlovchilar uchun men After Effects va Premiere Pro dasturlarini o'rganishni tavsiya qilaman. Chunki bu dasturlar dunyo miqyosida juda keng tarqalgan va imkoniyatlari ham yetarlichadir. Yana bir muhim muammo bu texnikani ijoddan ajratib qo'yish. Ba'zilar faqat effektlarni o'rganadi. Ba'zilar faqat YouTubedan darslar ko'rib o'tiradi xolos. Lekin inson o'z g'oyasiga ega bo'lishi kerak. Boshqalar esa yaxshi fikrlaydi, lekin uni texnik jihatdan ifoda qilib bera olmaydi. Har ikki holatda ham ish to'liq chiqmaydi. Natijada inson o'z ishidan mamnun bo'lmaydi. Ko'pchilik bir jihatni umuman hisobga olmaydi. Bu vizual tafakkur. Bu sohada yaxshi natija olish uchun faqat texnikani emas, dizayn prinsiplarini, kompozitsiyani, rang tanlashni, harakat ritmini tushunish ham o'ta zarur hisoblanadi. Ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi va ishlari o'ziga yoqmaydigan bo'lib chiqaveradi. Nazariya ham ko'pincha e'tiborsiz qoladi. Frame rate nima, bit rate nima, eksport sozlamalar nima? Bularning barchasi ishlashda juda muhimdir.
ularni tushunmagan odam texnikani faqat yuzaki darajada biladi xolos. Yana bir keng tarqalgan muammo o'z ishi ustida tahlil qilmaslik. Ya'ni odam ish qiladi, lekin o'ziga savol bermaydi. Nima yaxshi chiqdi? Nimani boshqacha qilish kerak edi? Shu kabi savollar takrorlanib turgan taqdirda inson rivojlanishda davom etadi. Agar inson o'z ishi ustida tahlil olib bormas ekan, rivojlanish sekinlashib boraveradi. Va albatta, eng katta xatolardan biri o'zini boshqalar bilan solishtirish. Ya'ni yillar davomida ishlab kelayotgan ustalarga qarab, o'zini ojiz his qilish. Bu eng katta xatolardan biri hisoblanadi. Bu esa natijada ichki motivatsiyani pasaytiradi. Aslida inson o'zini kechagi holati bilan solishtirish kerak. Bugun kechagidan kuchli bo'lsa, demak hammasi to'g'ri ketmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu muammolar deyarli barcha boshlovchilarda bo'ladi. Hatto tajribali mutaxassislar ham ba'zida bu xatolarga qaytib qolishi mumkin. Muhimi, ularni tan olish, tahlil qilish va asta-sekinlik bilan ularga to'g'ri yechim berish kerakdir. Chunki motion dizayn va video montaj bu faqat effektlar to'plami emas, bu fikrlash, ko'rish, his qilish, ifoda etish va o'rganish san'atidir. Video razborimizning ikkinchi qismida biz portfolio masalasi bo'yicha alohida to'xtalib o'tamiz. Oddiy qilib aytganda, portfolio bu siz gapirmasdan oldin siz haqingizda gapiradigan materialdir. Siz qanchalik yaxshi ishlamang, agar bu ishlar ko'rinmasa, hech kim sizning darajangizni baholay olmaydi. Aynan shu sababli kuchli portfolioga ega bo'lish muvaffaqiyatli faoliyatning asosiy kalitidir. Ko'pchilikda eng katta to'siq bu menga hali buyurtma kelmadi, ishlagani hech nima yo'q degan fikrdir. Ammo shuni tushunish kerakki, buyurtma bo'lishi uchun avvalo sizda ko'rsatiladigan ishlar bo'lishi lozim. Mijoz avval ko'radi, keyin qaror qiladi. Shuning uchun boshlang'ich bosqichda bo'lsangiz ham portfolio yaratishni kechiktirmasligingiz lozim. Real mijoz bo'lmasa ham portfolio qilish mumkinmi? Albatta mumkin va hatto shart. Masalan, siz o'zingiz hayol qilgan biror bir brendga promo video yaratasiz yoki virtual restoran uchun logotip animatsiyasi qilasiz. Bu ishlar sizning texnikangizni, kreativ fikrlashingizni va didingizni oshirishda juda katta yordam beradi. Portfolioga qanday ishlar kiritish kerak? Avvalo, o'zingizdan shuni so'rang. Men qanday xizmat ko'rsatmoqchiman? Shunga qarab, portfolioga quyidagilarni kiritishingiz mumkin. Reels yoki short videolar, logo animatsiyalar, mahsulot promo videolar, UI animatsiyalar. Har bir ish sizning o'zingizga xos uslubingizni ko'rsatib turishi lozim. Endi portfolio yig'ish jarayonida ko'p uchraydigan xatolarga to'xtalsak. Birinchidan, portfolioda faqat bitta turdagi ish bo'lishi. Bu noto'g'ridir. Har xil formatlarda ishlaganingizni ko'rsatish kerak. Ikkinchidan, tushunarsiz joylashtirilgan ishlar. Mijoz nima ko'rayotganini tushunmaydi va sizga bo'lgan qiziqishi qolmaslik ehtimoli katta. Va eng yomoni bu, portfolio bor, lekin unda sizning ismingiz, kontaktlaringiz, sahifangiz yo'qligidir. Xulosa qilib aytganda, siz ish boshlayotganingizdan oldin sizni birinchi o'ringa olib chiqadigan narsa bu portfoliodir. Va kuchli portfolioga ega bo'lgan odam ish izlamaydi, ish uni izlaydi. Video razborimizning 3-qismida biz mijoz topish yo'llari haqida batafsil gaplashamiz. Mijoz topish masalasi bu ko'pchilik uchun eng katta savollardan biri. Ayniqsa boshlang'ich bosqichda. Odam texnikani, dasturlarni o'rganadi, bir nechta ish ham qiladi, lekin bu ishlarni kimga va qayerda taklif qilishni bilmaydi. Shuning uchun ham ko'pchilik bu sohada ishlash o'rniga faqat o'rganishda qolib ketadi. Birinchi navbatda tushunish kerakki, mijoz sizni izlamaydi. Siz mijozga ko'rinishingiz kerak. U sizni qayerda kutyapti? Javob oddiy. U siz faol bo'lgan joyda emas, u o'zi faol bo'lgan joyda. Siz esa aynan o'sha yerga borishingiz kerak. Bugungi kunda mijoz topishning eng asosiy platformalari bular Instagram, Telegram, freelance platformalari. Va eng yaxshilaridan biri bu tanishlar va tavsiyalar orqali, ya'ni sarafay marketing. Endi savol tug'iladi. Qayerdan boshlash kerak? Boshlovchi bo'lsangiz, quyidagi strategiyalar siz uchun eng samarali yo'l bo'ladi. Birinchidan, avval ko'rinishni boshlang, ya'ni profilingiz to'liq bo'lishi kerak.
ismingiz, kim ekansiz, qanday xizmat ko'rsatasiz, hammasi aniq yozilgan bo'lishi lozim. Portfoliyodagi eng yaxshi ishlaringizni muntazam ulashib boring. Sizni ko'rishsin, siz bor ekansiz degan signal ularda mavjud bo'lsin. Ikkinchidan, mijozlarga o'zingiz murojaat qiling. Ko'pchilik mijoz kelishini kutadi. Aslida esa siz o'zingiz xabar yozishingiz mumkin. Ya'ni mahalliy sartarosh yoki mahalliy choyxonalarga siz xabar yo'llab, sizning sahifangizni ko'rib chiqdim. Siz uchun brendingizga mos professional video tayyorlashim mumkin. Agar qiziqsangiz, kichik demo qilib ko'rsatishga tayyorman degan ma'noda ularga taklif bilan chiqishingiz mumkin. Lekin bu taklifni hurmat bilan, ishonch bilan va aniq yozishingiz kerak bo'ladi. Har kuni shunga o'xshash 3 ta, 5 ta xabar yozish sizni yo'lga olib kiradi. Uchinchidan esa siz o'z yo'nalishingizni aniqlang. Kim uchun ishlamoqchisiz? Blogerlar uchunmi, mahalliy biznes egalarigami yoki startap loyihalar uchunmi? Shu auditoriyaga moslashgan kontent yaratishingiz kerak. Ularni ko'rishga o'rgating. To'rtinchidan esa sarafan marketing, tavsiyalar orqali ishlash. Kimdir sizni tavsiya qilsa, bu eng ishonchli kanal. Buning uchun siz har bir mijoz bilan ham yaxshi ishlashingiz kerak bo'ladi. Hatto kichkina buyurtmalarni ham professional darajada yaxshi bajarishingiz kerak. Chunki u sizga keyingi 5 ta mijozni olib kelishi mumkin. 5-dan, jamoalarga qo'shiling. Telegramdagi dizaynerlar, montajyorlar, kontent yaratuvchilar guruhlariga qo'shilib oling. Ularda tanishlar orttiring. Ish bo'lmasa ham tanish bo'ladi. Bu esa tez fursatda sizga ish olib kelish ehtimoli degani. Va eng muhimi, ish taklif qilinmasa ham siz ishsiz emassiz. O'zingiz uchun ishlang. Portfolio tayyorlang. Mavjud mijozlar o'rniga kelajakdagi mijozlarga material hozirlab boring. Chunki siz nima qilayotganingizni dunyo ko'rishi kerak. Xulosa qilib aytganda, mijoz topish bu omad emas, bu faoliyat. Siz harakat qilasiz va natija keladi. Siz ko'rinasiz va e'tibor qaratiladi. Va siz xizmat taklif qilasiz va sizga albatta imkoniyat keladi. Video razborimizning 4-qismida biz mijoz bilan to'g'ri muomala qilish, ya'ni u bilan to'g'ri muloqot olib borish bo'yicha ma'lumotlar almashamiz. Chunki siz qanchalik yaxshi ishlamang, agar mijoz bilan noto'g'ri muloqot qilsangiz, bu ishingizga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Hatto sizdan qoniqqan mijoz ham qaytib kelmasligi mumkin. Shuning uchun bu masalaga juda jiddiy yondashish kerak. Keling, bu jarayonni bosqichma-bosqich sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchidan, professional yondashuv har doim kerak. Avvalambor mijoz sizni dizayner qatorida emas, mutaxassis sifatida ko'rishi kerak. Buning uchun sizda aniq va tushunarli aloqa, o'zini hurmat qiladigan ohang, savollarga tez va odobli javob berish, ish jarayonini tushuntira olish qobiliyati bo'lishi lozim bo'ladi. Ikkinchidan, brief olish, ya'ni vazifani to'g'ri tushunib olish ko'nikmasi sizda shakllangan bo'lishi lozim. Ko'pchilik bu bosqichni o'tkazib yuboradi. Natijada mijoz boshqa narsa kutadi. Siz esa boshqa narsa tayyorlaysiz. Brief bu mijozdan quyidagi asosiy ma'lumotlarni olish demakdir. Birinchisi, video nimaga kerak? Auditoriya o'zi kim? Uslub qanday bo'lishi lozim? Rollar, matn, musiqa, brend elementlari mavjudmi? Muddat, ya'ni deadline qanchalik muhim? Degan savollarni biz briefda hammasini so'rab olishimiz kerak. Shu o'rinda tavsiya qilinadi, yaxshi mutaxassis mijozni gapirtira olishi lozim. U savollar berib, vazifasini to'liq tushunib olishi kerak. 3-dan esa mijoz bilan muloqot qilish jarayonida narxni aniq belgilab olish tavsiya qilinadi. Bu bosqichda ham ishonch muhimdir. Agar siz o'z xizmatlaringizga nisbatan ishonchsiz bo'lsangiz, mijoz ham shunday his qiladi. Narxni belgilaganda quyidagilarni hisobga oling. Loyihaning murakkabligi, sarflanadigan vaqt, ish soni yoki versiyalarda, ya'ni videoni nechta ko'rinishda berasiz. Qo'shimcha elementlar, grafika, animatsiyalar va hokazolar. Narxni qat'iyat bilan, lekin yumshoq ohangda ayting. Masalan, bu turdagi loyiha uchun narxim odatda $30 dan boshlanadi. Siz aytgan qo'shimcha effektlar bilan bu $40 bo'ladi. Ishga kirishdan oldin albatta 50% to'lovini olish tavsiya qilinadi. 4-si deadline, ya'ni vaqt masalasi. Mijozlar uchun eng muhim narsalardan biri vaqtida yetkazish. Siz qancha yaxshi ishlamang, agar deadlinedan o'tsangiz, sizning obro'yingiz ketadi.
Shu o'rinda sizga tavsiya: har doim o'zingizga 1-2 kun zaxira qoldiring. Muddatdan oldin tugatsangiz, bu siz uchun katta plus. Agar kechikish ehtimoli bo'lsa, buni oldindan ayting. Sokin, xolisona yechim bilan birga mijozni ogohlantirib qo'yish lozim. 5-dan, ishonchli aloqani o'rnatish. Mijozni ish davomida xabarsiz qoldirmang. U bilan doim aloqada bo'lib turing. U nima bo'layotganini bilib tursin. Masalan, salom, bugun musiqani test qilib ko'rdim. Yaxshi chiqyapti. Bu shunchaki oddiy aloqa emas. Bu sizga bo'lgan ishonchni mustahkamlash demakdir. Va esda tuting, mijoz sizni faqat loyihaga emas, uzoq muddatga yo'llash ehtimolini ichida ko'zlab turgan bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mijoz bilan muloqot bu sizning brendingizning bir qismidir. Siz qanday muomala qilsangiz, sizni shunday eslab qolishadi. Professional ohang, aniq so'zlar, vaqtida javob va doimiy ochiqlik bu sizga faqat obro' olib keladi. Dastur va texnikani o'rganish kerak, lekin inson bilan muomala qilish madaniyatini ham unutib qo'ymaslik bu sohada muhim hisoblanadi. Video razborimizning 5-qismida biz frilanser kim va o'zi u qanaqa ishlaydi degan savolga sizlar bilan birgalikda javob topamiz. Freelance bu erkin ishlash deganidir. Ya'ni siz biron ofisga borib ishlamaysiz, kimgadir bo'ysunmaysiz va kimgadir hisobot bermaysiz. Doimiy ish joyingiz ham bo'lmaydi. Buning o'rniga siz o'z vaqtingiz va kuchingizni o'zingiz boshqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mijozlarni o'zingiz topasiz, ularning loyihalari asosida ishlaysiz va natijada mustaqil daromad topasiz. Freelance bu zamonaviy ish tartibi demakdir. Ayniqsa, motion dizayn va video montaj sohalarida bu model juda ommalashgan. Chunki siz uyingizda o'tirgan holatda kompyuterdan foydalanib, juda ko'p joylarda ishlash imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Freelancer kim? Freelancer bu mustaqil ijodkor yoki mutaxassis. U biror kompaniyada doimiy xodim emas, u o'z xizmatlarini mijozlarga loyiha asosida taklif qiladigan odamdir. Ishga kirib emas, ish olib ishlaydi. Freelance o'zi qanday ishlaydi? Shu savolga hozir sizlarga javob beramiz. Birinchidan, siz o'z xizmatlaringizni tanishtirasiz. Ikkinchidan esa mijoz sizga murojaat qiladi yoki siz mijozga taklif yo'llaysiz. Uchinchidan, narx, muddat, vazifa haqida kelishasiz. To'rtinchidan, ishni bajarasiz, topshirasiz va albatta buning natijasida to'lov olasiz. Qayerlarda frilanserlik faoliyatini olib borishimiz mumkin? Bugungi kunda freelance uchun eng mashhur platformalardan 3 tasini aytadigan bo'lsam, bular Upwork, Fiverr, freelancer.com platformalaridir. Ya'ni biz bu platformalar orqali onlayn mijozlarni topishimiz va shu orqali daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Freelancerlik faoliyatiga qanday yondashuv kerak? Freelancer bo'lib ishlash bu o'zingizni katta odamdek tutish demakdir. Siz o'zingiz uchun ish beruvchisiz. Bu yerda 3 ta asosiy narsa muhim hisoblanadi. Birinchisi mas'uliyat. Mijoz sizga ishonadi. Bu ishonchni siz albatta 100% oqlashingiz kerak. Ikkinchisi aloqa madaniyati. Har doim ochiq, aniq va odobli muloqot qiling. Uchinchisi reja va intizom. Ish vaqtini o'zingiz belgilaysiz, lekin unga amal qilish ham o'zingizning zimmangizda bo'ladi. Vaqtni boshqarish eng katta sinov. Ko'pchilik freelancerlik faoliyatini boshlaydi-yu, vaqtni to'g'ri taqsimlay olmaydi. Ishni keyinga suradi, charchaydi yoki ishdan uzilishlar ko'p bo'ladi. Shu holatda biz tavsiya qilamizki, har kuni aniq ish soatlaringizni belgilang. Vazifalarni bo'lib bajaring. Dam olishni ham rejalashtiring. Chunki freelansda charchash tez-tez yuz berib turadigan holatlardan biridir. Video razborimizning 6-qismida sohada sun'iy intellektning roli, ya'ni motion dizayn va video montaj sohasiga sun'iy intellekt qanaqa ta'sir ko'rsatdi, shu haqida gaplashib o'tamiz. Sun'iy intellekt bugungi kunda har bir sohada, shu jumladan motion dizayn va video montaj yo'nalishlarida ham o'z o'rnini tobora kuchaytirib bormoqda. Bu texnologiya endi shunchaki qo'shimcha vosita emas, balki kuchli yordamchi, ba'zan esa to'liq ijodiy hamkor darajasiga chiqib bormoqda. Sun'iy intellektni ko'pchilik haligacha xavf sifatida qabul qiladi. Bu texnologiya ish joylarini olib qo'yadi, bizni keraksiz odamga aylantiradi degan fikrlar haligacha mavjud. Ammo aslida bu unchalik to'g'ri fikr emas.
sun'iy intellekt bu imkoniyat va uni kim qanday ishlatadi, natija shunga bog'liq. Kimdir undan ilhom oladi, kimdir esa undan yordamchi sifatida foydalanadi. Kimdirlar esa undan qochadi. Aynan shular eng katta xatolarga yo'l qo'ygan hisoblanadi. Sun'iy intellekt bizga qanday yordam beradi? Birinchi navbatda bizga sun'iy intellekt g'oya yaratish jarayonida juda katta yordamchi bo'lishi mumkin. U bizga kontent g'oyalari, ssenariy rejalarini, hatto skriptlar yozib berishda juda katta yordam beradi. Ikkinchidan, video montajda sun'iy intellekt vositalari orqali siz avtomatik kadrlarni kesib olishingiz, ritmga mos musiqalarni tanlashingiz, hatto avtomatik ranglar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Uchinchidan, motion dizaynda sun'iy intellekt ba'zi hollarda siz uchun vizual elementlarni tayyorlaydi. Logo animatsiyalar, matn animatsiyalari va hokazolar. To'rtinchidan, tezkor feedback. Sun'iy intellekt yordamida siz o'z ishlaringizni tezkor tahlil qilishingiz, texnik yoki estetik xatolarni aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Bugungi kunda motion dizayn va video montaj sohasida qaysi sun'iy intellektlar keng tarqaldi va ularning imkoniyatlari qanaqa? Shular bo'yicha ozgina to'xtalib o'tamiz. Sun'iy intellekt bu imkoniyat. Esingizda bo'lsin, sun'iy intellekt sizni almashtirmaydi, ammo sun'iy intellektni o'rgangan odam sizni almashtirishi mumkin. Demak, sun'iy intellektdan qo'rqish emas, balki uni tushunish va o'z foydangizdan ishlatishni o'rganishingiz kerak. Bu zamon talabi. Undan ortda qolmaslik uchun nimalarga tayyor bo'lishimiz kerak? Shular haqida ozgina to'xtalib o'taman. Birinchidan, yangi texnologiyalarni o'rganishga ochiq bo'ling. Har qanday yangi vosita sizni qo'rqitmasin. Sinab ko'ring, o'rganing, tahlil qiling. Ikkinchidan, sun'iy intellektni to'liq almashtirib yuboradigan oddiy vazifalardan uzoq turing. Misol uchun, oddiy montaj, templatga asoslangan dizayn, bular sun'iy intellekt tomonidan tez bajariladi. Siz esa murakkab yechimga asoslangan kreativ ishlarga e'tiboringizni qarating. Uchinchidan, ijodiy fikr va strategik yondashuvni rivojlantiring. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt bu bizga raqib emas, u bizga qo'shimcha imkoniyat. U sizga vaqtni tejaydi, sifatingizni oshiradi va eng muhimi, ijodingizni yangi darajaga olib chiqishda sizga ko'makchi bo'ladi. Muhimi, siz unga buyruq bera oladigan odam bo'ling. U siz uchun ishlasin. Motion dizayn va video montaj sohasida sun'iy intellektni o'z ish jarayoniga to'g'ri integratsiya qila olgan mutaxassis kelajakda raqobatbardosh bo'la oladi. Video razborimizning 7-qismida biz rivojlanish uchun zarur bo'lgan yondashuv va odatlar haqida gaplashamiz. Bu sohada texnika va dasturni o'rganish bu faqat boshlanishi demakdir. Motion dizayn va video montaj sohasida haqiqiy muvaffaqiyatga erishish uchun ko'nikmalarning o'zi yetarli emas. Sizda to'g'ri yondashuv, sog'lom fikrlash, intizom va tinimsiz o'z ustingizda ishlash odati bo'lmasa, bilimlar natijaga aylanishi qiyin bo'ladi. Soha juda o'zgaruvchandir. Har kuni yangi effektlar, yangi formatlar, yangi trendlar paydo bo'ladi. Bozorda esa har daqiqa yangi ijodkorlar yetishib chiqmoqda. Bunday sharoitda joyida turadigan emas, harakat qiladigan dizayner o'z o'rnini saqlab qoladi va yuksalishda davom etadi. To'g'ri fikrlash, o'sishni istaydigan ong bu eng kerakli narsadir. Rivojlanishga ochiq fikrlash bu o'zini doim savol ostiga qo'yish demakdir. Bu sohada, nafaqat bu sohada, deyarli hayotning barcha sohalarida intizom bu juda muhim narsadir. Intizom bu ijodkorning eng katta kuchi. Ijodkorlikda eng katta xato bu faqat ilhomga tayinish. Ilhom kelmasa ishlamayman deganlar hech qachon professional bo'la olmaydi. Sizda grafik bo'lishi kerak. Masalan, har kuni 1 soat mashq qilish, haftasiga 1 soat portfolioga loyiha tayyorlash, oyiga bitta yangi effekt yoki bitta yangi darslik o'rganish. Bu muntazamlik natija beradi. O'rgangan bilim muntazam mashq qilmasa albatta unutilib boriladi. Tahlil qilish odati sizda doimo bo'lishi va rivojlanib borishi kerak. Siz qilgan har bir ishingizni tahlil qilishingiz kerak. Nima yaxshi chiqdi, nima unchalik emas, nima qilish kerak edi degan savollarni siz o'zingizga doimo berib turishingiz lozim. Va eng muhim tahlil boshqalar ishini o'rganish. Sizda zo'rlarni kuzating, ishlarini tahlil qiling. Shunchaki ko'rmang, nima uchun shunday qilganini tushunishga harakat qilib boring. Va eng katta yutuqlardan biri bu tanqidni to'g'ri qabul qila olish ko'nikmasi sizda mavjudligi. Ko'pchilik tanqidni yomon ko'radi. Aslida esa konstruktiv feedback
bu sizga tekin master klassdir. Ya'ni sizga qo'yilgan to'g'ri tanqid bu sizni rivojlanishingiz yo'lida juda katta yordamchi bo'lishi mumkin. Buni ola olgan odam tez o'sadi. Tanqidni dushman emas, yo'l ko'rsatuvchi deb qabul qiling. Faqat professional darajadagi fikrlarni olganingizga ishonch hosil qiling. Ijodiy parvarish, mental va ruhiy holat bu siz uchun juda muhimdir. Ijod bu ichki dunyoning ifodasi. Agar siz charchagan, bosim ostida yoki tartibsiz bo'lsangiz, bu albatta ishingizga ta'sir etmasdan qo'ymaydi. Shuning uchun har doim uxlashga vaqt ajrating. Tabiatdan ilhom oling, ortiqcha kontentdan uzoqlashing. Vaqti bilan o'zingizga ijodiy tanaffus bering. Bu sizni yanada foydaliroq qiladi. O'zini rivojlantirishga sadoqat bu eng yaxshi texnikadir. Trendlar o'tadi, platformalar o'zgaradi, lekin o'z ustida ishlash odati qoladi va u sizni har qanday zamonda ham raqobatbardosh qiladi. Har bir kuningizda bir dona yangi bilim bo'lsa, yiliga 365 ta yangi imkoniyat egasisiz degani. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, rivojlanish bu ongli qarordir. Bu sizning qanchalik ishlashingizga, qanchalik harakat qilishingizga va qanchalik o'zingizni boshqara olish qobiliyatingizga bog'liqdir. Texnika va dasturni biladiganlar ko'p, ammo dasturni odat, intizom, fikrlash va sabr qilish bilan birlashtirganlar kam. Aynan ular esa professional darajaga chiqadilar. Shu bilan bugungi suhbatimiz o'z yakuniga yetdi. Agar siz bu sohalarda, nafaqat bu sohada, barcha sohalarda mutaxassis bo'lishni istasangiz, esda tuting. Texnika va dasturni bilishning o'zi yetarli emas. Sizda to'g'ri yondashuv, qat'iyat, doimiy o'rganishga bo'lgan odat va eng asosiysi o'zingizga ishonch bo'lishi kerak. Bugun biz siz bilan o'z yo'lini endi boshlayotgan, lekin rivojlanishga intilayotgan har bir ijodkor duch keladigan asosiy muammolarni tahlilini qildik. Portfolio yaratishdan tortib, mijoz topish, muloqot madaniyati, freelans asoslari, sun'iy intellekt imkoniyatlari va shaxsiy o'sishga doir fikrlar bilan bo'lishdik. Har bir fikr sizga amaliy yordam berish uchun yozilgan. Endi navbat harakat qilishda, ya'ni endi navbat o'zingizga. Tushungan bilim kuchli emas, qo'llangan bilim kuchli. O'rganganlaringizni birin-ketin hayotga tatbiq qiling. Vaqt o'tadi, siz o'sasiz. Ishlaringizda omad, ijodingizga baraka bo'lsin. Agar sizga ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringiz bilan baham ko'ring, kommentariyada izoh qoldiring va albatta harakatda davom eting. Kelgusi uchrashuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.